Assalamualaikum aziz qarindoshlar. Bu yer Hunan o'lkasi, Changde shahri, Taoyuan nahiyasi, Fengshu Uyg'ur Xuyzu urf-odat yangi kenti. Hukumat bu yerga 80 million mablag' silib, shu Uyg'ur urf-odat yezisini qurilishga jiddiy kuch aytibdi. Kelimiz turgan bu yer shu Uyg'ur urf-odat yezisiniki Jemboza nomi bilan atalgan yangi ko'cha ekan. Bu ko'chiniki oq tarafida Kanzucha Huahay deb apto, yine Funglin Huahay deb apto. Bizning Uyg'urchaga shu bo'stonzorlik, bo'ston deb tushunsak bo'lishi mumkin. Bu yerda kanat etgan gulzorlik, bo'stonliklar bor ekan. Bu ko'chning keyin tarafida Jungoningki yaqin zamon tarixida o'tgan eng muhim tarixchi, shundaqla Jam familiyalik Uyg'urlarningki eng ko'z ko'rgan munavvar olimi, bizningki faxrimiz Jemboza apandininki turalg'usi, burunqi uy turalg'ulari bor ekan. Bu turalg'uning ichidami Jemboza apandininki hayot faoliyatiga oid nurg'un suratlar, u yozgan kitoblar, u qilgan faoliyatlarning hammasi tafsil tonishtirilibdi. Endi bu urf-odat mahallasiniki so'l tarafidagisi ko'zimiz ko'rib turadigan mavu shu Fengshu yezisiniki Uyg'ur Xuyzu kentiniki hukumat binosi ekan. Buning ichida yana oldi tarafda hukumat binosi bo'lgan bo'lsa, yan tarafda o'yin qo'yadigan teatr zali o'rnashtirilibdi. Buning ko'rib turibmizki, bu siriq rangdagi bu bino Uyg'ur madaniyati rangi va Uyg'ur puroq ega bo'lgan Uyg'urcha milliy alayka bo'lgan binokorlik aks ettirilibdi. Tuydumi? Ukam, kapın eşbol. Ha? Pişkoyacağım mı? Pişkoy. Sen nerede kilişin? Otelde mi? Otelde nerede? Karkaş mı? Özen dihan mı ya? Okuyucu mu? Dihan mı? İsmi ne oldu? İsmi ne oldu? Ha? Ahmet Canakır mı? Bu kapın kalgışı mı, kuyguş mu? Kalgışı. Bu nimde aç kapla, ançımın içi otelde karkaş kap sanmamdı. Ha? Hoşumça. Kılalam sen? Hep biz yerimiz koyup, hep kalsak. Ançımın içi kıp koyayım ha? Yezliq hukumatda nurg'un Uyg'urlar xizmat qildi ekan. Shu yezliq hukumatninki partikom sekretari Ding familiyalik bir Xanzu sekretar ekan. Shu yezininki boshlig'i, shundaqla Uyg'ur kentininki yachik shujisi, partiyachik shundaqla Uyg'ur kentininki kent boshlig'i hammasi Jam familiyalik Uyg'urlarni tashkil etgan ekan. Bu Uyg'urlar hammasi o'zini Uyg'urlikdan faxrlanagan, o'zining faoliyatlarida doim Uyg'ur degan shu ismni tilg'ilib o'zligi tarix haqida ko'p narsalarni deyishdi ekan. Biz uchrashgan shu ko'chalarda bo'lsin, yo'lda bo'lsin, biz ko'rishgan Uyg'urlarning hammasidan men so'rab baqdim. Sizlar o'zingizning kimligiga qanday qaraysizlar? Sizlarning tarixinglar qanchalik deb. Bularning hammasi o'ziniki shu Idiqut xonligi davrida shu davrninki danliq sarkarda Sang'ullardan Qarbosh Sang'ulninki Minguslavs davrida Juyanjangninki o'g'irlashtirishi bilan gapim ozdimi? Ha? Gapim ozdim. Bu yer ketdim cümle kulum. Yapınca dasın mı buradan? Patlamaydı. 但是这个阿拉伯语的话，必须要改成维吾尔，那是最大气了，是吧？就跟你说的，一来了看，这是维吾尔族的，那个景点也是维吾尔族的，这看人家就很普通的一个伊斯兰的文化，是吧？他没有体现。这个上面应该写维文的。对，维文，对，应该写上维文。对，我们可能我们就不会写。对，这个没问题，这个没问题。改不改的过来钱？这改就是5块要改。5块是我的班子。 5块就是个大理石。 Assalomu alaykum barliq aziz qarindoshlar. Men Tahir Imin. Biz shu 老姐，你过去。 Taoyuan nahiyasidagi shu 快，老姐过来，等着。 Uyg'ur urf-odat mahallasidagi rahbarlarning taklifiga asosan biz bir nechamiz 2015-yil 2-ayning 5-kunisidan boshlab shu Fengshu kentida ziyorat qilyapmiz. Bu yerdagi urf-odat, madaniyat sayohatchiligiga qarata biz taklif fikrlarni berdik. Bu ko'ryapsizlar, shu Uyg'urlarning shu
masjid ekan. Bu asosda Cem familiyalik Uyg'urlarniki shu hukumatning yordamida qurib kelayotgan bir yangi masjid ekan. 这个庆祝是有多少年的历史？这个清真寺的话，我们1372年的话，就在这里的话就修建了清真寺。 670年吧。 清真寺一直保持在文革的前期。文革的前期了之后，文化大革命呢，当时的总体的情况呢，就是清真寺撤掉了。后来的话，1980几年吧，民族宗教政策的落实，我们当地的这个维吾尔族、回族强烈的要求修清真寺，但是说这里也离不开当地的政府的大力的支持。我们1986年的话，清真寺就重修了。这一次的话，又在我们的书记的领导之下，整个外观按照咱们维吾尔族的这个习俗，这个清真寺就重新解释了。 Bu masjid 1372 yildan beri shu Uyg'urlar misha ko'chib kelgandan beri Uyg'urlarniki bu masjidi saqlanib ketdi. Madina iqlov davri kelgan vaqtida bu masjid chiqilib ketib ekan. 85-yilda shu kent rahbarlarining yordami bilan bu masjid qaytadan silinibdi. Shu chilida. 你是吧？我就这里的，我这里的支书，支部书记，村长，村长兼支部书记，书记村长。你全名是什么？我全名啊，汉族名字是简英俊，维吾尔族名字是阿卜杜拉英俊。阿卜杜拉，对。 Abdullah Kirşken. Bu dostumuzun ismi, Hanzurcha ismi Cem Yingjun. Cem familiyalik Uyg'urlarniki a'zosi ekan. Uyg'urcha ismiga o'zini Abdullah deb qo'yibdi. Abdullah Kirishgan deb. Bu dostumuz shu kentniki partikom yachilik shujisi ekan. 你们这个清真寺的建设，主要是老百姓掏钱，还是政府？前期啊，就是说在80几年的时候，是老百姓自筹一部分，政府出了部分。但这次维修呢，基本上全部是政府是20投入。 bu masjid ikkinchi qitim silingan vaqtida Madina iqlov davrida bir qismini fuqarolar, bir qismini hukumat chiqarib ekan. Ammo bu qitim yangidan qurilgan vaqtida ko'pincha qismini hukumat o'zi mablag' chiqarib sab beribdi. 这是投资多少钱？投资200万。 Mübarek olsun. 对对对。这你能看到吗？